Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugungi videoda oxirgi paytlarda ta'lim tizimida keng qo'llanilayotgan flipped learning, ya'ni teskari o'qitish modeli bilan tanishamiz. Ushbu model tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1990-yillarda Erik Mazur tomonidan o'zaro ta'lim metodikasiga asos solindi. 2007-yildan boshlab AQShlik kimyo o'qituvchilari Jonathan Bergman va Aaron Temslar darsga qatnasha olmagan o'quvchilar uchun video ma'ruzalar tayyorlay boshladilar va shu orqali teskari o'qitish modelini ommalashtirdilar. 2011-yildan boshlab Khan akademiyasi va boshqa ko'plab video ma'ruzalar uchun mo'ljallangan platformalarning rivojlanishi orqali ushbu model global miqyosda ommaviy axborot resursiga aylandi. Teskari o'qitish bu o'quvchilar nazariy bilimlarini darsdan oldin mustaqil o'zlashtiradigan, dars davomida esa o'qituvchi va tengdoshlar bilan birgalikda amaliyot, mashq va muhokama orqali mustahkamlanadigan ta'lim modelidir. Model o'quvchilarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. An'anaviy darsda odatda o'qituvchi mavzuni sinfda tushuntiradi. Mustahkamlash esa uyga vazifa sifatida beriladi. Teskari o'qitishda esa o'quvchi yangi mavzu bilan darsdan oldin tanishadi. Sinfda esa bilimni qo'llash, tahlil qilish va ijodiy faoliyat bilan shug'ullanadi. Teskari o'qitish modeli quyidagi 5 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich: maqsadni belgilash. O'quv dasturi va mavzuning mazmunidan kelib chiqqan holda o'quv maqsadi belgilanadi. Ikkinchi bosqich: video hamda raqamli resurslarni tayyorlash. Bunda o'qituvchi mavzu mazmuniga mos qisqa video, rasm yoki audio ko'rinishidagi elektron resurslarni tayyorlaydi. Uchinchi bosqich: mavzuni mustaqil o'zlashtirish. Bunda o'quvchilar tayyorlangan video hamda elektron resurslardan mavzuni mustaqil o'zlashtiradilar, asosiy g'oyalarni anglaydilar hamda savollarni belgilab boradilar. To'rtinchi bosqich: darsda amaliy faoliyatni tashkil etish. Bu bosqichda o'quvchilar bilan darsda amaliy mashg'ulotlar, guruhli ishlar, muammoli vaziyatlar hamda loyiha ishlari amalga oshiriladi. Va nihoyat 5-bosqich: baholash. O'quv natijalari muntazam kuzatib boriladi, formativ va summativ baholash amalga oshiriladi. Teskari o'qitishning afzalliklari nimada? Nima uchun ta'limda teskari o'qitishni qo'llashimiz kerak? Birinchidan, teskari o'qitish orqali o'quvchilarda mustaqil o'rganish ko'nikmasi rivojlanadi. Ikkinchidan, darsda faollik va ijodkorlikni oshiradi. Uchinchidan, o'quvchilarda tanqidiy va mantiqiy fikrlashni kuchaytiradi. To'rtinchidan, hamkorlikda ishlash ko'nikmasini shakllantiradi. Va nihoyat 5-chi, o'quvchilarda motivatsiya kuchayadi va o'quv natijalari yaxshilanadi. Umuman olganda, teskari o'qitish modeli o'quvchilarni faol, mustaqil, mas'uliyatli va ijodkor shaxs sifatida rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu modelni birorta fan yoki aniq bir mavzu bo'yicha qo'llanilishi haqida ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, keyingi videolarimizni kuzatib boring. Ko'rishguncha salomat bo'ling.